Erimning eng yaqin do'sti har kuni holimdan xabar olardi, lekin bir kuni uning qo'llari yelkamdan pastga sirg'alganida men do'stlik chegarasi qayerda tugashini unutdim. Assalomu alaykum azizlarim. Bugun men sizga o'z hikoyamni, yillar davomida yolg'izlik pardasi ortida asrab kelgan, qalbimni ham ezgan, ham qayta tiriltirgan sirimni ochmoqchiman. Bu hikoya sadoqat va vasvasa, kutish va taqiqlangan mehr haqida. Bu bir ayolning yillar davomida unut bo'lgan o'z tanasining isyonini eshitishi va bu isyonning uni ham shirin lazzatga, ham abadiy vijdon azobiga g'arq qilgani haqidagi ichki kechinmalarimdir. Mening ismim Nargiza. 26 yoshdaman. Erim Farhod bilan turmush qurganimizga 4 yil bo'ldi. U mening hayotimdagi yagona suyanchig'im edi, mehribon, hazilkash, meni yer u ko'kka ishonmaydigan. Ammo hayotimizni yaxshilash uchun, kelajagimiz uchun deb u uzoq Koreyaga ishga ketdi. 1 yilda qaytaman, Nargizam, sabr qil degandi o'shanda. Mana oradan 2 yil o'tdi. U yuborayotgan pullar evaziga uyimizni ta'mirladik, yangi jihozlar oldik. Ammo bu uy sovuq edi. Mening qalbim kabi sovuq va huvillab qolgan. Men uni kutdim. Har kuni uning yo'liga intizor bo'ldim. Sadoqatli ayol bo'lishga, nomusimni saqlashga qattiq urindim. Lekin men yosh edim. Tanam mehr istardi, ehtiros istardi. Kechalari uning suratini quchoqlab yig'lardim. Ayolligim, mening yoshligim, mening ehtiroslarim bu sovuq devorlar orasida so'nib borayotgandek edi. Tanam unut bo'lgandi, qalbim esa mehrga tashna edi. Yolg'izlik meni har kuni tiriklayin yeb bitirardi. Hayotimizda yana bir inson bor edi. Erimning jondan aziz do'sti, bolalikdan birga o'sgan ukasi Botir. Ular bir-biriga umuman o'xshamasdi. Farhod ochiq ko'ngil bo'lsa, Botir kamgap, jiddiy, ammo nigohida g'alati bir olif bor inson edi. Farhod ketishidan oldin unga qattiq tayinlagandi: Botir, Nargizadan xabar olib turasan. U senga omonat. Botir bu omonatga jiddiy qaradi. Har kuni ishdan keyin birrovga kirib o'tardi. Ba'zan non ko'tarib kelardi, ba'zan esa shunchaki jim o'tirib, mening zerikishimga sherik bo'lardi. Uning bu jim g'amxo'rligi menga taskin berardi. Uning borligi bu huvillagan uyga qandaydir bir iliqlik olib kirardi. Dastlab men bunga shunchaki do'stining ayoliga bo'lgan hurmati, akasining omonatiga sodiqligi deb qaradim. Ammo vaqt o'tgani sari uning nigohlarida men boshqa narsani ko'ra boshladim. U men bilan gaplashganda ko'zlarimga uzoq tikilib qolardi. Ba'zan hovlida ish qilayotganimda uning meni kuzatib turganini sezib qolardim. Uning nigohida achinish emas, qiziqish, hatto yashirin bir istak bor edi. Bu qarashlar meni ham hijolatga solardi, ham allaqanday shirin titroqqa. Yuragim tezroq ura boshlardi. Axir u erimning eng yaqin do'sti edi. Bir kuni kechasi tomimizdan chakka o'ta boshladi. Yomg'ir kuchli edi. Nima qilishni bilmay Botirga telefon qildim. U yarim kechasi yetib keldi. Yomg'ir ostida tomga chiqib hammasini to'g'riladi. Pastga tushganida ust-boshi shalabbo edi. Men unga quruq sochiq uzatdim. Barmoqlarimiz bir-biriga tegib ketdi. O'sha lahzada ikkimiz ham bir soniya qotib qoldik. Uning kaftidan o'tgan issiqlik butun tanamga yugurdi. Yillar davomida unut bo'lgan hislar uyg'ongandek edi. U ko'zlarimga shunday tikildiki, men nafas ololmay qoldim. O'sha kundan keyin bizning yashirin o'yinimiz boshlandi. Nigohlar, imo-ishoralar, tasodifiy teginishlar. Biz bir-birimizga tortilayotganimizni ikkimiz ham bilardik. Men o'zimni ham baxtli, ham xoin his qilardim. Axir men erimga xiyonat qilayotgandim, uning eng ishongan insoni bilan. Bir kuni kunduzi uyda yolg'iz edim. Eshik taqilladi. Ochsam, Botir. Qo'lida bir dasta qizil atirgul. Bu sizga, dedi u ko'zlarini mendan olib qochib. Men gullarni oldim. Yuragim qinidan chiqib ketayozdi. Kir, dedim men pichirlab. O'zim ham nima uchun bunday deganimni bilmasdim.
U ichkariga kirdi. Biz mehmonxonada yuzma-yuz o'tirardik. Oradagi sukunat shunday quyuq ediki. Nargiza, dedi u nihoyat. Uning ovozi titrardi. Men boshqa chiday olmayman. Men sizni har kuni o'ylayman. Bu noto'g'ri, bilaman. Lekin yuragimga buyruq bera olmayapman. Men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Botir qo'ying biz, dedim titrab. Yo'q, dedi u qat'iy. Farhod sizni tashlab ketdi. Men esa men sizni tashlab ketolmayman. U o'rnidan turib menga yaqinlashdi. Uning nafasi yuzimni kuydirardi. Boshim aylanib ketdi. Yillar davomida muzlagan tanamga go'yo olov tegib eritib yuborgandek bo'ldi. U qo'llari bilan yuzimni ushlab ko'zlarimga tikildi. Faqat bir marta. U lablarini labimga tekkizdi. Bu o'pich bu yillar davomida kutilgan, yashiringan ehtirosning, unut bo'lgan ayollikning portlashi edi. Mening butun vujudim erib ketdi. Men bir og'iz gap aytishga ulgurmadim. U lablarini labimga tekkizdi. Avval sekin, so'ng ehtirosliroq. Qo'llari yelkamdan pastga sirg'aldi, belimdan topib meni o'ziga mahkam tortdi. Tanam titrardi. Menga bunday yaqinlik ko'pdan beri kerak edi. Uning har bir harakati, lablarining har bir bosishi yuragimga olov yoqardi. Uning qo'llari ko'ylagimning tugmalarini shoshilmasdan yecha boshladi. Har bir tugma bir ehtiros, bir qadam edi, noma'lumlikka, gunohga. Ammo men qo'rqmasdim. Uning nigohida shunday bir kuch bor ediki, men o'zimni unga to'liq ishondim. U meni ko'tarib yotoqxonamga olib kirdi. Bu mening yolg'iz tunlarim o'tadigan joy edi, ammo endi u yolg'iz emasdi. U kiyimlarimni butunlay yechdi. Mening yosh, ammo mehrga tashna tanam. Men uyatdan emas, lazzatdan qizarardim. Uning hayratga to'la nigohidan zavqlanardim. U ham kiyimlarini yecha boshladi. Uning pishgan, baquvvat tanasi xira yorug'likda yanada jozibali ko'rinardi. U meni karavotga yotqizib, ustimga engashdi. Uning lablari butun tanamni o'rganardi. Sekin ikkita tarvuz chamdan ezib, uchidan tishlab oldi. Oh, mazza! Rosa yoqib ketaverdi. Men ham uni mahkam quchoqlab oldim. Bizning vujudlarimiz bir-birini erkalardi. Uzoq erkaladik. Har bir teginishi tanamning unut bo'lgan nuqtalarini qayta jonlantirardi. Kuchi, tajribasi meni aqldan ozdirardi. Uning qattiq go'sht kaltagini sonlarim orasida his qildim. Sekin tiqa boshladi. Men lazzatdan ingrab yubordim. Bu ham og'riq, ham yillar davomida kutilgan lazzatning, ayolligimning qayta uyg'onishining chinqirig'i edi. U meni tonggacha lazzatlantirdi, rosa rohatlandim, bir necha bor ichimga tashladi. Ertalab bo'ldi. Quyosh chiqqandi. Ikkalamiz ham holdan toyib, charchab yotardik. Men soat 10da uyg'onganimda u allaqachon kiyinib xonamdan chiqib ketgandi. O'sha kundan keyin men boshqa Nargizaga aylandim. Endi men shunchaki erining yo'liga qarab o'tiradigan ayol emasdim. Men yashirin sirga ega bo'lgan, ehtirosli ayolga aylangandim. Botir bilan yashirin uchrashuvlarimiz boshlandi. Men yolg'iz qolganimda u kelardi. Bu qo'rqinchli, ammo shunday shirin edi. Bir marta homilador bo'ldim. Yashirincha oldirib tashladim. Erim bilmasin deb qo'rqdim. Bu sir faqat men va Botirning o'rtasida edi. Hayot davom etmoqda. Men hali ham o'sha uyda, o'sha sir bilan yashayapman. Erim qachon qaytishini bilmayman. Qaytganda nima bo'lishini ham bilmayman. Lekin bir narsani aniq bilaman, eri uzoqda bo'lgan ayolning ham yuragi, ham tanasi mehr istaydi. Mazza qilib bu hayotda yashaganingiz qoladi. Chunki ayol bir marta yashaydi. Kim bo'lishidan qat'i nazar, o'zini ayol ekanligini his qilib yashash kerak.